aminasi ishlamay qolganda. Mana kelasizlar, o'zi yordam beradi. Sektor A23. 10 kungacha ishlamay qolsa hech qanaqa problema yo'q. 10 kun ishlamay qolsa, 10 kundan keyin kelasizlar, talonchani olasizlar, chaqiradi. O'xshamasa, biron joyi noto'g'ri bo'lsa agar aytadi. Sektor A2 21-22 ga bor deydi mana. Kelasizlar, mana shu yerda qator bo'lib mana turibdi odamlar. Qator bo'lib, paxsha qilmasdan turasizlar. Dalish keyin to'g'rilab beradi mana shu yerdan. Bu videoni aminasi ishlamay qolganlarga jo'natib qo'yasizlar. Bu opa vinomat emassiz ishlar. Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari, shuningdek Kirgiziston, Tojikiston, Ozarbayjon va Turkiyaga tez va qulay. Yaqinlaringiz Mir Privilegiy ilovasi orqali so'mda kartalarga yoki ofislarda naqd pul ko'rinishida qabul qilishi mumkin. Komissiyasiz, qulay kurs har qanday bank kartasidan o'tkazma qilish mumkin. 2024 promokodini ishlating va yanada ko'proq foyda oling. Mir Privilegiy banki. Eng yaxshisi faqat siz uchun. Avvalambor assalomu alaykum. Asr vaqti YouTube kanalini tomosha qilgan musofiq do'stlarim, sizlar bilan har doimgidek Behzod Mo'minjonov. Bugun Femesdan video olganmiz. Bugun chiqlo 25-noyabr ertalab chiqib ketib, video olib, saxirvan ichidan polni usti, ya'niki ko'pini aminasi ishlamay qolibdi. Qayerga borish kerak? Blogerlar chiqib aytadiki, saxirva boring yoki biron joyga boring deb aytadi. Biz bugun imminni saxirvan ichidan qaysi akoshga uchrash kerak, qaysi sektorga uchrash kerak to'liq video oldik. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib tarqatib qo'yinglar. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonga pul yubormoqchi bo'lsangiz, bizani qo'llab-quvvatlab, Bank Mir Prividan jo'nating. Promokod 2024. Agarda siz chegaraga bormoqchi bo'lsangiz, ekranda nomi bilan bemalol telefon qilasizlar, chegaraga borib kela olasizlar. Reyestrga chiqqanlar chegaraga borsalar chiqib ketmaydi. Ushbu videoni iloji boricha tarqatib qo'yinglar. To'liq ma'lumotni videoga oxirigacha ko'rsalaring bilib olasizlar. Moskva va oblastdan Grensiyaga chiqmoqchi bo'lsalaring, Orifjon akaga murojaat qila olasizlar. Mana komfort mashinalar odamlar jo'nab ketishyapti. Sizlar ham sog'-salomat xudo qolsa borib kelasizlar. Ekranda nomlarga bemalol telefon qilishlaring mumkin. Bakteloskopiyaga kirdik mana. A2 5440. Qani qancha kutamiz? Shuncha ochiladi. Oho. Aminada problema bo'ladiganlar mana. A2 21-22 akoshka. Mana shu yerda aminaga kemik qotib qolgan, kemik problem bo'lgan, shu yerda yordam beryapti. Bu migratsion center sektor A2. Odamligi juda ham ko'p. Mana bir tog'i ham o'tirib turishaydi mana. Amina to'g'risida. Ertalab kelgan bu odamku yurlikka ishlab ketgan. Faqat sabr qilish kerak, aminasi ishlamay qolganlar. To'g'rimi? Ana amina ko'rsatingchi. Tak, hammasi jiliyonni mana o'zi. Yo'lda ishlab ketdimi? Даже siz o'zman talon bo'yicha borganingiz yo'q-a? Talon bironta padarga qilib yuboringmasa? Mana bu odam dokumentini qaranglar. 2026-yilgacha, lekin amina kelib ochib turibdi. Qani telefoningiz? Telefonda amina ishlamayapti-a? Sizga kim aytdi registratsiya mana shu vaqtgacha bor ekan amina qilib olsin deb. Kim aytdi sizga? Bizga ofisdan aytishdilar. Ofis? Ha, firma. Yo'q, zakon bo'yicha unaqa emas-ku. Mana bu registratsiya tamom bo'lgandan keyin bir oy ichida qilish kerak amina. Hozir mana ochib turibsiz shu problemani qasdan, to'g'rimi? To'g'ri. Месяца как приехал? До этого была регистрация, да? Bungacha registratsiya bormi? Миграционную карту покажите. У них до этого была регистрация. Не-не-не, не катит. Миграционную карту покажи. Qani migratsion karta? Короче, chiqarib yubordim men ham. Bir oycha bo'ldi, qo'shmayapti-da, aylanmayapti. Migratsion karta. Миграционная. Chegaradan qachon kirib kelgan? Chegaradan. Joylab qoldi, avgustda kirib kelgan. Registratsiya qilish kerak ekan. Registratsiya bormi? Registratsiya hozir ham bor, qog'ozda. Это сентябрь. Ну, 1-09, да. Все это время где вы были? Shungacha qayerda bo'lgan? Boshqa joyda. Ryazanda edi. До этого в Рязани был. Ага, а в Рязани у вас что, патент был или что? Вы работали, учились? Все был. Ну, в таком случае вам нужно поменять, продлить патент или поменять регион действия патента. Иначе у вас штраф. Pasport almashtirganmi? У вас талон в какое окошко? Patentdan almashtirdi boyagi. Patent Талон поменял. где поменял? Здесь у Здесь, нас? да. Какого числа? Qachon qaysi silovda? O'zi hozirgi patentdan. Вот.
22. Так, прекрасно. Ikisini ko'rsataman. Так, значит, все нормально. 9 числа, сентябрь, 2 месяца прошло. Странно. И там данные обновляются. Новые данные, да? В Амине Да, да, да. обновляются. Талончик где ваш? Talon qani? Вам тоже... Это ваш? Вам нужно в сектор А2. Вот, вам нужно. Сюда не нужно. Сектор 3, Сектор А3. Вот туда. Там они посмотрят, в чем проблема, и либо решат, либо отправят к нам. Не занимайте место, идите туда. Девушка, Сначала вот туда. теперь мой очередь. Вам сюда. То же самое. Сначала сюда, потом, если надо, сюда. Смотрите, Вот. Только не в эту очередь, а вот туда. у него регистрация год. И Но почему-то ему работодатель сказал, делать Амина. Амина всегда делают. То есть регистрация С все. 1 сентября все делают, все рабочие делают Амина. Не, просто его регистрация уже год как бы действует. Неважно. Неважно, Амина хорошо. все равно нужна. А вот второй день уже так показывает. Что делать? Второй день это не так важно. Вы обновляли данные? Данные абонент qildingizmi? Nima dan? Данные. Абонент Ну, qildingizmi? нет, если он... Shunaqa qildim-ku, mazasidan kirdim-ku. O'zimni surat ochiribmi? Ага. Hammasiga kirdim-ku. Только он как вот сфоткался, потом вот и покажет. Больше никакого ничего Mana не покажет. qizil kartochkani kirdim mana. Где ваш талончик? Talon qani sizniki? Вот. Ребят, серьезно, еще раз говорю. Почему вы сразу все идете сюда? У вас талончик написано, куда нужно идти. Сектор А3. А3, да. Номер вот этот. Сначала вы идете туда, куда написано. Мгм. А потом, если надо, они сами вас направят. Не надо просто так самовольно приходить сюда. Всё. Идите, они там все вам и сделают. Tushundingizmi? Nariga tarafda turdi, talon, turdi. Do'stlar, mana hozir mana shu aka bilan video oldimiz. Registratsiya bu odamniki 1 yil bor. 1 yil, lekin kerak emas deb Saxrovadagi xodim etibdi. Registratsiyasi qanday edi? Qani registratsiyasi? Mana bu yerda kurs teng shuni. O'sha 2 registratsiya boshda kelgan paytim Yo, birinchi 3 oylik beradi. Dal sizga 1 yil qilib bergan, to'g'rimi? Mana Saxrovani o'zidan aytibdi. Mana yo'q 3 oylik ekan. 3 oylik. Bu musor bilmab olayveribsiz 3 oyligini. Turibdi, men yo'qolib qolsa problema bo'lmadi. Problem bo'lmaydi aka, mana. 1/7/2026. 7-oy 2026-yilgacha qilib bergan. Bu o'zi kerak emas deyapti. Bu Saxrovani xodimi aytibdi. Mana shu bolani kecha milisiya ishlagan qancha pul oldi? 5 ming. Nima sabab? Chiqib ketdingiz mana tekshirgan joyingizdan. Hozir mana FMSda turib tekshirtirdik. Bu odamni hamma dokument joyida, reyestrda yo'q. Reyestrga tushgansan desa, taqit pul bermaylar. Prosta mana. Tak, qani buni nazati. Reyestr kontrolyum list shuni yozasizlar. MVDning ofitsial saytiga keladi. Biz VPN kirish kerak. Familiya, men отчество, tug'ilgan yil, tak, pasport seriyasi, data выдачасы. Pastiga mana buni surasizlar. 17 ni bo'lsa 17 ga surish kerak. 68 bo'lsa 68 surish kerak. Dальше искать bo'lsa, yo'da ko'rsatadi. Есть yoki нет deb. Отсутствует deydi. Есть bo'lsa, undan asosan reyestrga tushgan. Mana shu bolani qancha pulingiz oldi? 5000 pul oldi. 5000 dan 10 ming sizni ham oldi. Mendan 5000. Onangning puli. Prosta mana tekshirish kerak-da mana. Yo'qsizlar reyestr. Mana qaranglar-da, bu odamni aminasiz mana. Hamma joy zilonli. Militsiyachilar 5000 pulni olib, aldab, ana zilonni karta bor mana. Oching qani. Zilonni karta. Zilonni kartani yangi olasan, sen reyestrda degan mana. Bu narsa almashmaydi. Qachonki pasport almashsa, unda almashishi mumkin. Pul so'rasa qasd bermaydi. Oching buni aminani. Mana hamma joy zilon turibdi. Mana shu holatda pul oladi. Mana bundan ko'rsating siz. Mana buni. Bu yerdan ko'kan turibdi. Bunda hozir. Bu ne обязательно bu Yo'q, narsa? Serono ikkalasi bular ham qizil ham. Yo'q, bu tomon bor mana biza. Chiqing, nazar qiling. Mana hamma joy zilon bo'lib turib pul berish bu vashshe nimada bu? Bo'lsa pul bersa, telefon qilaman novrga. Nimaga pul beraman deydi. 102 ni o'zi telefon qilaman, samarni olib ketadi, sразу qo'yib yuboradi. Demak. Tak, Aminada mana programma ishlamay qolganlar. 10 kundan keyin ishlamay qolsa kelasizlar. A2 sektor, A2, A3 qabul qiladi. Qabul qilgandan keyin mana shu baza bilan jo'natadi. 21-22 окошкаga mana. Mobilniy приложение Amina, texnический поддержка. Yo'qqa kelib, qator bo'lib turib, o'chat bilan borasizlar. Va mana shu o'tirgan tog'am Yevgeniy sizga yordam beradi. Mana.
aminasi ishlamay qolganlar. Mana kelasizlar, o'zi yordam beradi. Sektor A23. 10 kungacha ishlamay qolsa hech qanaqa problema yo'q. 10 kun ishlamay qolsa, 10 kundan keyin kelasizlar, talonchani olasizlar, chaqiradi. O'xshamasa, biron joyini noto'g'ri bo'lsa agar aytadi. Sektor A2 21-22 ga bor deydi mana. Kelasizlar, mana shu yerda qator bo'lib mana turibdi odamlar. Qator bo'lib, tashar qilmasdan turasizlar. Dalish keyin to'g'rilab beradi mana shu yerdan. Bu videoni aminasi ishlamay qolganlarga jo'natib qo'yasizlar. Bu opa vinomat emas, что. Я, если что, помощник. Переводом. Да понятно, что не он сам. Что случилось-то? Это Амина. Амина у него не работает. У него был вообще год регистрация. Говорят, что делайте Амину. Год регистрации. Да мне не нужна регистрация. Amina ishlamay qoldi deng. Tahorat qilib yurish kerak, ishlaydi. Dadamga 1-sentyabr o'stirmoqda bo'ldi. 3 marta autifikatsiya rasmga tushdi. Tamom ishlaydi. Bizda shunaqa, biz 2 kun oldin ochdik, 2 kun bo'ldi ishlamayapti. Nimaga shunaqa ekan? Mudurgadan ketadimi? Yo'q, ishlayapti. Идешь сейчас. Сектор А2. Окна 21-22. Показываешь вот этот талон и говоришь, что у тебя не получается встать на учет. Они там с тобой уже что-то будут делать. И все, да? Спасибо. Mana shu holatni hozir mana Akosha qabul qilgandan keyin sektor A2 21-22 oknini qabul qilibdi. Как раз 22dagi oknidagi Rossiya fuqarosi o'ziga yo'lagan 15 minut qarab turibdi. 15 minutdan keyin qani ko'ramiz bu o'zgaradimi yo'qmi. Mana shu xolaniki hozir bir 10 minut bo'ldimi? Undan kam? Aminasi ishlamaydiganlar mana kelib sizga qaytdi qizil edi. Mana bu postanovka uchotmi? Tak. Mana shuni o'zi edi. Sektor A2-3 ga kirib, undan keyin talonga yozib beradi. 21 yoki 22 Akoshkaga bordi. Mana keldi. Xolamizniki 10 minut bo'lgan, yaxshi bo'lib ketdi. Hozir bu akani kutamiz. Aka, siz nimadir yomon ish qilasizda? Yo'q, shuni hisobiga bo'lmayapti. Hozir kutamiz. Qani necha minutda bo'ladi? Do'stlar, buni qaranglar-da. Bitta life hack ko'rsataman sizlarga. Bugun chislo 25-noyabr 2025-yil. Ana buni qaranglar. 25-noyabr 2024-yil. Bir yildan beri FMSga kelib ketaman. Bu kallaning ichida allaqancha ma'lumotlar bor-da. Kimdirlar dokumentga ishi tushadi. Ba'zi bir holatda qanaqadir dokument uchun pulni olaman, ba'zi bir holatda pulni olmayman. Vaholanki shu vaqtga deydi shu pulni to'laymanmi deysiz. Buning ichida necha yillik mehnat yotibdi. Necha yillik. Siz kelib FMSga prosta aylanib ketsangiz, kelib informatsiya olib ketaman. Shu bugun mana Amina to'g'risida ham video ma'lumotlarni yig'dim. Inshaalloh 2 kunda chiqaraman. Ikkinchi marta bordingiz Akoshkaga. Nima dedi? Haftaning oxiriga ishlaydi. Haftaning oxiriga. Shu haftaning oxirini kutamiz endi. Bo'ladi bu borki nima qilaman? Oldin o'tirdi, telefonimni chiqaradi, narsalarni chiqarib qo'ymasana. So'ng menga aytdi, senda dedi, siz nalar yo'q dedi. Malum menda ish yo'q, tojik pasportim bor menda. O'zbekcha gapirdimi? O'zbekcha o'zimiz ya. Rossiya pasporti nalar yo'q dedi, malum yo'q dedi. Hozir to'liq, hozir shu Rossiya pasporti bor, o'zimda O'zbekiston pasporti bor. Bu dedi, hozir shu haftaning oxiriga ishlaydi dedi. Tamam. Do'stlar, mana videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, juda ko'pchilik Qirg'iziston fuqarosi yoki Rossiya fuqarosi oilasini, farzandini, turmush o'rtog'ini hamma qandoshini olib kelgan, nima qilishni bilmaydi. Men o'zim ayolimni olib borib 9500 pul to'lab, daktiloskopiyadan o'tkazib keldim. Har doim men pasportni olib yurardim, kallamni kelmabdi. Sizlarga aytib qo'ymoqchiman, 1000 rubl sizlarga foyda. Agar kimda kim daktiloskopiyaga ayolimni, turmush o'rtog'imni kimni olib boradigan bo'lsa, pasport periodini olib boringlar. Shu narsa sizlarga 9,5 ming emas, 8,5 mingga tushadi. Daktiloskopiyadan o'tasizlar. Ya'niki, misol meni ayolim bo'lgan bo'lsa, chastni qilib kelgan, 3 oy registratsiya qilib berganmiz. Hozir endi registratsiya tamom bo'libdi. Daktiloskopiyaga olib bordik. Daktiloskopiyadan olib kelgandan keyin yana registratsiyani cho'zdiramiz. Ya'niki, kim ayol ishlamaydigan bo'lsa, chastni qilib kelgan bo'lsa, Rossiya fuqarosi bo'ladigan bo'lsa yoki VNJsi bo'lsa, turmush o'rtog'i, erkakmi, ayolmi farqi yo'q, kim bo'ladigan bo'lsa, farzandi bo'ladimi, 1 yil registratsiya qilsa bo'ladi. Sizning asabonangiz bilan 1 yilga misol
500 rubl registratsiya 3 oylik, dalshi qolgan 9 oyga, ya'ni 500 rublga registratsiya qilib berasiz, faqat daktiloskopiyadan o'tkazishingiz kerak. Keyin imенно основание bilan Tojikiston, O'zbekiston fuqarosi farqi yo'q. Patin dorilar emas. Chastni qilib kelib, основание Rossiya fuqarosidan qarindoshi bor, registratsiyani cho'zdirish kerak. Nima qiladi? Bular mana shunday qilib cho'zdiradi va migratsion orqasiga pechat qo'ydiradi. Bu patin borlarga tegishli emas. Bu chastni oilasining orqasidan, qarindosh urug'ning orqasidan registratsiyani cho'zdiradiganlarga tegishli. Hozirgi kunda biz faqat daktiloskopiya qildik. Daktiloskopiya olgandan keyin registratsiyani cho'zdiramiz va xudo xolisa pechat bostiramiz. Videoni ko'rgan bo'lsalaring hammaga rahmat. Qo'limizdan kelgancha foydali ma'lumotni FMSning ichidan berishga harakat qildik. Ushbu videoni tarqatib qo'yinglar.